O'zdoken Pertun fez selkasi haqida ko'pchilik savol beryapti. Shu savollarga shu videoda ozgina javobini berib o'tib ketaman. Birinchi kechagi qo'ygan videomizda buni markuri bormi yo'qmi deb ko'pchilik yozib yuboribdi. Telefonda ham ko'pchilik so'radi. Markurlar bor, mana qo'yilgan. Keyin ocharlar masalasi. Buni oldida alohida ariq ocharlari bo'ladi. Bundan tashqari buni o'rtasida yana alohida ariq ocharlari bo'ladi. Xohlasanglar orqasiga qo'yib ishlatinglar, xohlasanglar oldini qo'yib ishlatinglar. Keyingi savol, mayda urug'larni eka oladim debdi. Albatta bemalol ekadi. Bu yerda ekaman desangiz ham bemalol ekib beradim. Buni hozir men javobini ko'rsataman sizlarga. Mana buni bilsanglar safirda turadi. Xuddi shunaqa alohida buni o'zining shestrnachasi bor. Bedani eksanglar ham bo'ladi bemalol. Xullas sochma qilib ekiladigan qanaqa tur ekin bo'lsa hammasini ekib beradi xudo xolisa. Endi buni safirdan bitta farqi, buni oldida frezasi yo'q, kesayni maydalab berib keladigan. Qolgan joylar salkam bir qatorliklarni ham aytib o'tib ketay. Birdan 1 tonna 660 kg, 28 qatorli disklarni ham birdan aytib qo'yay. Bu qo'sh diskli bo'ladi. Shuning uchun boshqa bilan yakka diskli selka bilan solishtirmanglar buni. Bu qo'sh diskli bo'ladi. Har bitta sashnikda orqasida safirga o'xshagan baloncha bosib zichlab keladi. Bu juda muhim. Qisqacha shu. Bu yerda dorin ligirovkasi, bu yerda urug'li ligirovkasi. Bu hammasi batafsil tushuntirib beriladi yana ham. Xudo xolisa selkamiz kecha ko'rgan bo'lsanglar 4 dona edi. Hozir 2 donasi sotildi, yana 2 donasi qoldi sotuvda. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi, xudo xolisa 1 yildan 5 yilgacha lizing qolsanglar bo'ladi. Boshlang'ich 25%, 30% to'lov bilan olib chiqib keta olasizlar bemalol.